Assalomu alaykum Jasur fermer o'z kanali a'zolari. Bugun Qo'qonda Mashrab akamiz xonadonlaridamiz. Mana sotiladigan tovuq bormi degan aka-ukalarimizga, apa-ukalarimizga, singillarimizga mana chiroyli yangi sert qo'm tovuqlardan topib qo'ydik. Qarang olsa ketdi tovuqlar arzo qilamiz. Ana hurmatli obunachilar, qo'ydigan tovuq bormi dedilar. Hali tovuq boqib zerikdi, tug'mayapti, eshak bermayapti degan aka-ukalarimizga mana. Akalar, bu tovuqlarni sotishdan maqsad akamizni o'zi ishlari boshqa ekan. Bu tuxumlarni qayerga berishni bilmayapmiz deyishdi. Tuxumdali qo'yadigan joy qolmayapti ekan dalishi. Akalar, bu tovuqni zotiga keladigan bo'lsa, bu Germaniyada ishlab chiqarilgan tovuq bo'ladi. Nomi Loman Sendi. Buni ko'pchilik biladi. Biz ko'proq O'zbekiston hududida fermalar boqadi. Bu yiliga o'rtacha 330 ta, 350 tagacha tuxum beradi. Akamiz buni 3 oyligidan olib boqishgan ekan. Yer sharoitida boqilgan. Bu fermadan chiqqan yoki boshqa emas. Shuni deb xayolga borganlar kimdirlar aytishi mumkin. Fermadan chiqqan arzon tovuqlar yo'q. Buni 3 oyligidan boshlab yerda boqishgan ekan. Hop, tovuqlarimizning yoshi 1 yoshdan o'tyapti-ku. Hop, mana tuxumlab turgan jarayonini ko'ringlar. Hop, 100 ta oshiqroq tovuqdan 90 taga yaqin hozir tuxum olishyapti ekan. Bu yomon bak, bu degani 90% qo'rqmasdan tovuqlarimizni tug'ib turganiga garantiya beraveramiz. Misol, kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar, soni cheklangan, o'zi oz miqdorda ekan. Misol, bir joyga olib qo'yaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa ham, narxini kelishtirib, chiroyli qilib beraveramiz. Hozir narxlar haqida ham ma'lumot berib o'taman. Hop, do'stlar, narxlariga keladigan bo'lsa, hop, ukaxonamiz o'zlari videoga chiqishni yoqtirmas ekanlar, o'shaning uchun narxlar haqida hozir ma'lumot berib o'tadilar. Hop, tovuqlar yoshini aytib o'tdim, 1 yoshdan o'tyapti. Hop, bu qora tovuqlar, ichida yurgan qora tovuqlar o'zlari uchun xonadonda iste'mol uchun qolarkan. Asosan mana shu sotiladiganimiz, tovuqlarimiz. Yaxshimisiz? Rahmat. Bu tovuqni misol o'zingiz qanchadan beri boqasiz, ilk tuxum berishi qanaqa bo'lyapti? Misol, men o'zim bu tovuqni boqqanman-da, bilaman bu tovuqni. Qanaqangi tuxum bu, nima desam bo'ladi? O'zbekiston bo'yicha hali bunaqangi tovuq yo'q, tuxum beradigan. O'zingiz yaxshi bilasiz, misol bu Germaniyada iminali tuxum yo'nalishida chiqarilgan tovuq bu. 2 yildan beri tovuq yo'nalishini boshlaganmiz. Endi o'zimizda ishimiz boshqa. Qarashga vaqt qo'yapti, shunga sochga vaqt qoldi. Bular yoshlarga 1 yoshdan o'tyapti. Hop, narxlariga 65 mingdan beramiz. 65 mingdan. Mana akalar, agar o'tdim olamiz degan akalarimiz bo'lsa, ozgina xayri bor. Misol kimgadir endi 5 ta 10 ta kerakdir, agar kelib olib ketadigan bo'lsalar, beyoq joylar 5 ta 10 taga ham aka berilaveradi. Misol xonadonda boqamiz, havas qildik, shunaqangi tuxum tug'adigan tovuq kerak edi degan misol aka-ukalarimiz aloqaga chiqib qoladi-da, endi har kim mablag'i yetmasligi mumkin. Endi kimdir misol bir joyga olib boqaman desa, ozroq xayri bor aka. Ozroq xayri bor. Mana agar donaga olaman desalar, mana akalar, 65 ming so'mdan men sizlarga tavsiya qilaman bu tovuqni. Bu tovuqdan 1-2 yil o'zim ham boqqanman. Kam bo'lmaysizlar. Buni eng aytishlari mumkin, fermadan chiqib charchagan sorti ham, misol buni olib boqib ko'rganlar yaxshi biladi. Yaxshi tuxum beradi. Buni akamiz yer sharoitida yerga moslab boqishgan ekan. Umuman bu setga qo'rmagan. Hali bexijolat. Sizlarga tavsiya qilaman, olib boqishlaringni bu tovuqni. Xo'p do'stlar, agar sizga rangini qizig'i yo'q, sizga tuxum qilsa bo'ldi deydigan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bo'lsa, tezroq aloqaga chiqib olib qolishni tavsiya qilaman. Chunki soni cheklangan ekan. Hop, aniq soniga keladigan bo'lsak, bu yerda 100 ta oshiqroq deyishyapti, sanashmagan ekan. Hop, lekin hop 3 kunlikka tuxum olyapmiz deyishdi, 90 taga yaqin. Endi bu degani 100 tadan oshiqroq bu yerda tovuq bor. Misol kimgadir nechta kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Lekin rangiga qaramasdan boqaveramiz deydiganlar bo'lsa, endi tuxum yesak bo'ldi, aytadi, taka bo'lsin, sut bersin deydi. Xuddi o'shanday narsa, tovuq bo'lsin, tuxum bersin. Muhimi. Olishlarini men tavsiya qilaman, tezroq aloqaga chiqinglar. Ana do'stlar, ayyor biznes. Olasiz, daromadga kirasiz. Bunaqangi hozir holatdagi tovuqlarni hech kim ham sota olmaydi. Endi hali holatda aytmaysizlarga. Akamiz majbur deydi. Bularga qaragan odam bo'lmayapti, vaqt bo'lmayapti ekan. O'shaning hisobiga sotishyapti. Hop, ham puli yengil.
hozir hech kim bu narxda manimcha tayyor tug'ib turgan bunaqangi tovuqlarni bermaydi deb o'ylayman. Hop, bizni bir ustozimiz bor, akamiz aytishganki, bu tovuqdagi kitobini o'qib chiqsalaring, bu tovuqni umri ham yetmay qolar ekan, o'zida hali urug'ni, tuxumni tug'ish uchun. Misol hali hamma aytaveradi, muncha tuxum beradi, lekin bular haqiqiy shu tuxum yo'nalishida chiqarilgan, Germaniyadan shu matichning onalari keltiriladi. Hop, bundan keyingi sortlari o'zi ikkinchi sotib qoladi. Hali buni ko'pchilik bilmaydi, misol hali olib kelib buni bunga chachishtirib, buni bunga chachishtirishyapti, hali boshqacha hali zot chiqaraman deb. Yo'q. Mana shu haqiqiy original Lomonsin deb bo'ladi. Mana shular 300 ta 350 ta tuxum beradi. Kitobini olib o'qishlarini ham tavsiya beraman. Do'stlar, yana ham to'liqroq ma'lumot berib o'tib ketaman. O'zi bu tovuqlar haqida kattaroq obzor qilish niyatim bor edi. Hozir vaqt kamligi uchun sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Lomonsin tovuqlarimiz o'rtacha 4 oylikdan 4,5 oylikgacha tuxum boshlaydi. Hop, yem yeyishiga kelsak, 120 gram yem yeydi. Tuxumini kattaligi, hajmi 60-65 gram bo'ladi. Bu jussasiga qaraganda juda ham yaxshi natija. Juda ham o'rganuvchan, tinch tovuq hisoblanadi buni. Xo'p, endi manzilimizga keladigan bo'lsak, manzilimiz Qo'qon shahar, Baxachorsu hududida, mol bozoriga yetmasdan ko'prikni oldida ekan. Hop, pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol qoldirib chiqarasizlar. Agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan like bilan podpiska bosib ketinglar. Biz mehnatimiz uchun xursand bo'lamiz, mehnatimizni qadrlashyapti deb. Bundan ham sizlarga foydali, sifatli videolar chiqarishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayrli qolamiz. Sog' omon bo'linglar.